Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aka-uka, opa-singillar, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Mana bizlar ham bugun Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Juma shaharchasida Ilyos akamizning xonadonlarida mana shunday tashqi fasllarga Eron nomerlarning fakinashgan g'ishlari va sokinlarga, darvozalarning girdilariga ukrainskiy labradorit granit toshlardan terib berdik. Hozir mana shu xonadonimiz, mana shu obyektimiz egalari Ilyos akam ham yonimizdalar. Bizning xizmatlarimiz haqida hozir batafsil o'zlaridan so'rab sizlarga yetkazib o'tamiz. Ilyos aka, assalomu alaykum. Yana bir bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamadingizmi aka? Mana ishlarni ham tugatib oldik, Allohga shukr. Shu bizning ishimiz haqida, Eron ishlari haqida. Yo, qanday o'zingizning fikringiz bir obunachilarga bironma deb aytib o'tsangiz. Eron g'ish men sinab ko'rdim-da, Mustafa. Ha aka. Samarqand g'ishdan ancha mustahkam ekan. Ancha mustahkam. Любой taraflama proverka qilsa ham bo'lar ekan, chunki anov faska ochishda, anov qilishda ham men ancha o'zim ham даже ochib ko'rdim-da. Kesgan jarayonlarni ham ko'rdingiz-da? Jarayonda ham ko'rdim. Вообще mustahkam ekan anovlari. Baquvvatligini aytib o'tyapsiz. Baquvvatligi zo'r lekin. Zakon cho'tki ekan. Bu ustalarga ham, hammasiga, shogirdlaringizga ham, jamoangizga ham gap yo'q, hammasi zakonni joy-joyida istiqlol ekan. Bizani xizmatimizni qayerda bir ko'rib qoldingiz, qanday bizga aloqaga chiqdi, shu haqida ham obunachilarga bir batafsil aytsangiz. Xizmatingizni shu Instagramda, YouTube'da ko'rganman. Shundan yoqqan ishlaringiz zakaz qilganman sizni chaqirib. Rahmat aka. Ma'qulmi, hammasi cho'tkimi? Zo'r. Ko'nglingiz aytgandek. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rozimisiz aka? Zo'r. Rahmat. Sizlar rozi bo'lsangiz, xursand bo'lsangiz, bizlar rozi. Nasib bo'lsa, xursand. Xudo xolasa yana bor ishlar aytaman. Xudo xolasa, ichkarilarni ham aytdingiz-ki, Xudo xolasa. Aytaman, nasib bo'lsa. Hurmatli obunachilar, mana uy egalari Ilyos akam, ko'pchilik taniydi akamizni. Shu obunachilarimiz ichidan ham tanigan bilganlar bor. Bemalol aloqaga chiqsangiz ham bo'ladi. Bu obyektimizda ham mana shu Ilyos akamizning uy egalarini bir dona mixga o'ra qilmasdan xizmatlarini qilib berdik. Darvozalarni girdlariga yaqinroqdan ko'rsatib o'tsak endi. Boya aytganimdek, ukrainskiy labradorit granit toshlarimiz, o'nisi darvozalarning girdiga mana shunaqa finteperskiy fasonlarda terilgan. Sokinlarga ham mana shu granit toshlarimizdan terib berdik. Bu obyektimizda ikkita darvoza joylashgan va mana shunday naves qilingan, oldiga tumba kolonalar chiqarib, mana shunaqa Samarqand g'ishlari va Xitoy kafellarda quruq shaklda Samarqand g'ishlarimizning faskalarini ikkita chetlarini olib, shunaqa fasonlarda terib berganmiz. Past qismlarga ham ahamiyat qilasizlar. Mana shunday toshlarimizni quruq shaklda terganmiz. Otdida va yuqorisiga esa Samarqand g'ishlaridan. Boya bu uy egalari, ya'ni Ilyos akam aytdilar, Samarqand g'ishtidan ancha baquvvat ekan deb, bu yerda Samarqand g'ishtini yomon ko'rsatish maqsadida yo Eron g'ishtini maqtash maqsadida aytmalar u narsani. Chunki biz bu obyektimizda Samarqand g'ishti va Eron g'ishtidan foydalanganmiz. Ikkala g'ishtimizni ham stanoklarda shogirdlarimiz kesgan jarayonni uy egalari ko'rganlar. Eron g'ishti 2 sm nozik, Samarqand g'ishtimiz esa 5 sm, 4 sm qalin bo'ladi. O'shaning evaziga 2 sm bo'lsa ham g'ishtimiz pressonli g'isht bo'ladi. 1000 tonna pressda tayyorlanadi g'ishtimiz. Kesgan jarayonida bolgarkadan kerak bo'lsa olov chiqadi. Shunaqa bir pressi baquvvatligini aytib o'tdilar boya. Samarqand g'ishti ham zo'r g'isht. Mana ko'rishlaringiz mumkin, chotki, mustahkam, baquvvat. Lekin buni pressiga qaraganda Eron g'ishtini pressi baquvvat. Shu narsani ham aytib o'tay. Bu taraflarni ham bir yaqindan ko'rsataylik. Derazani girdiga bitta ahamiyat qilasizlar. Mana shu derazalarning girdilarida ham Eron g'ishlari va Samarqand g'ishlaridan o'zgacha ko'rinishlarda yangicha stillarda terib berganmiz. Mana bu tarafda o'rtasida plaster va uyimizning chetida ham, bu chetida ham plaster qo'yilgan. Mana plasterimizga ham bitta ahamiyat qilasizlar, skromniy variantda. Ikkita chetiga Eron g'ishtini uglovoy g'ishtlardan va o'rtasiga premyoy g'ishtlardan отдельно chiqib turishi uchun mana shunaqa pastga qilib polukruglы g'ishtlardan qilingan, past ham chiqib turibdi, ko'zga taylanishi uchun. Va navbat bu darvozamizga. Bu darvozamiz ham xuddi boya ko'rsatganimdek darvozaning girdidagi mana shunday granit toshlardan terilgan. Va mana bu yerda yana bitta deraza joyimiz. Bu tarafdan bitta ko'rsating. To'g'risidan pastlarga ahamiyat qilasizlar. O'zgacha ko'rinishda fasonchalar, granit toshlarimiz padagonliklariga va bu tarafda yana plaster. Mana shunday Eron g'ishtini uglovoy g'ishtlarda, burchaklarda, yuqori qismlarda esa karnezlar. Mana shu ishimiz akalar.
Bu ishimizni ham bundan ro'ppa rosa 1 yil oldin Ilyos akam bizga zakaz qilib ochib olgandilar. Ishlarni davno tugatgan edik. Prosta yo'limiz shu tarafga tushmagan edi. Video syomkasini chiqarib sizlarga ko'rsata olmagan edim. Mana taqdir bilan shu tarafga yana bir kelib qoldik. Ilyos akam chaqirib qoldi. Qo'shnilarnikida shu ishlardan terib berishimizni so'rab, shu tarafga kelib yana bitta video obzorini tayyorladik sizlarga. O'zlaringiz ko'rib, kommentariyga o'z fikrlaringizni yozib, bitta laykchalarni bosib, obunalar bo'lib, bizlarni podeshka qilib qo'yasizlar degan umiddamiz.